Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga xudo xolasa Global Mail a'zolari trading asosida topib olgan smartfonlar. Undan tashqari bugungi kunda sizlar yetirgan flagman modellarimizni inshaalloh birma-bir arzon qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziqarli va sizlarga ma'qul keladigan narxlardagi smartfonlarni inshaalloh qo'limizdan kelgancha chegirma qilgan holatda tanishamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollaring bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Global Mailga har bitta zakaz bergan smartfon tezkor bitta pochta orqali to'lovlari oldindan 200 ming, qolgani qo'lingizga borgandan keyin bepul yetkazib beramiz. Xo'p, qo'limda hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan smartfonlardan hisoblangan Samsung S21 ni o'zimga yoqqan oq ideal holatdagidan biri emas, ikkita hurmatli obunachilar. Juda ham a'lo holatda. Ekranlari 120 Hz, 5G da albatta qo'llab-quvvatlaydi. Batareyasi 4000, qo'lda ham shunaqangi zo'r o'rnashadiki, juda ham yoqimli smartfon. Samsung S21 5G smartfonimizning operatikasi 8, xotirasi esa 256 talik hamda servisga qora ranglardan ham bor. Smartfonni hatto salafanlari olinmagan juda ham a'lo darajada ishlatilgan bu smartfonlar. Narxi esa hurmatli obunachilar super chegirmada $210 qilib berishga tayyormiz. Atiga 6 dona shunaqangi ideal holatda sizlarga muntazir. Pastdagi nomerlarimizga murojaat qilib xarid qilaverasizlar. Mekalari 100% ofitsialniy o'tgan, operatikasi esa 12, xotirasi 256, 4300 mashakillardan jihozlangan Note 10 Plus 5G smartfonimiz. Narxi $225 ga foydalanib qo'yinglar. Shunaqangi ideal holatda atiga 1 dona. Exynos 2100 protsessor, 12 ga 256, 5 imaj akkumulyator. Samsung tarixida eng qimmat sotilgan smartfon S21 Ultra smartfonimizdan silver ranglisi. Bittasi A- mana birorta nuqtasi yo'q, cho'tki holatda. Bunisini esa tevasida ozgina nuqtadek qattiq qilib ishlatib berganman. Hali O'zbekistonda bu ishlamagan. Narxi esa hurmatli obunachilar super chegirmada 330 hamda $305 ni tashkil qiladi. Tanlovlarga qarab, bu plyusda ham ekranda hech qanaqangi muammosi yo'q. Kafolat xatlari bilan yetkazib beramiz. 300 ga $305. Sizga qaysi biri yoqsa, o'zingizga mosini tanlab, Telegramdan yozsangiz, har bitta qirvoqlarigacha xudo xolasa video qilib tashlab beramiz. Narxi ma'qul kelsa zakaz berasiz. Faqat Koreya uchun chiqarilgan Samsung S10 5G smartfonimiz. Qora ranglisi ko'rib turibsizlar. Ozgina g'ilof izlari chiqqan joylari bor. 100% imekalari ofitsialniy o'tgan, gold esa juda ham a'lo darajada. Narxi esa hurmatli obunachilar 190 hamda $167 ni tashkil qiladi. Yo'q, menga gold emas, Aurora Blue'si eng zo'ri deganlar uchun ikkita tiniq holatda, hech qanday almashmagan, 100% imekasi ofitsialniy o'tgan S10 5G smartfonlarimiz sizlarga muntazir. Narxi $190 ga ideal holatda bir emas, ikkita Aurora Blue rangdagi. Xo'p, trading asosida topib olgan smartfonlarimizdan iPhone 11 74 batareyka qirvoqlarni ko'rib turibsizlar mana. G'ilofsiz ishlatishgan ekan, shuni hisobiga qirilgan joylari bor. 64-74 yo'mkislik, hech qanday almashmagan, face ham yo'q ishlaydi. Narxi esa super chegirmada $170 ga. Ikkisi narxidan arzon narxga iPhone 11. Ketidan men sizlarga $85 ga ideal bo'lgan iPhone 7 ni 80 batareyka, hech qanday almashmagan, 32 xotira, отпечаткаларida ham xudo xolasa hech qanaqangi muammosi yo'q smartfon a'lo holatda. Narxini aytdim, $85 ga hech qanday almashmagan radnoy holatda. Xo'p, operatikasi 8, xotirasi 128, batareyasi esa 5500 mAhdan jihozlangan, hatto zavodski birovning plyonkalari ishlanmagan Redmi Note 14 smartfonni sizlarga hurmatli obunachilar $135 ga taklif qilaman. Ketidan 200 megapiksellik kamera, operatikasi 8, xotirasi 256, batareyasi 5000 mAh akkumulyator, korotka hujjatlari bilan ko'rib turibsizlar mana. Qirilmagan, g'ilof izi chiqib qolgan, lekin ekranlarda hech qanaqangi muammosi yo'q. Korpuslari ham soppa-sog' turibdi. G'ilof izi chiqib qolgani uchun bu smartfonni men sizlarga chegirma qilgan holatda $140 ga taklif qilaman. Ideal holatdagi Note 13 Pro 5, Redmi Note 13 Pro 8256 ni esa $165 qo'yib beramiz. Tanlov o'zlaringda, tanlovlarga qarab inshaalloh bemalol zakaz berasizlar. 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 2 protsessoriga ega. S23 Ultra'ni sizga qaysi ranglisi yoqadi? 3 xil ideal holatda olib kelganmiz.
operatikasi 12, xotirasi 256, batareykasi esa 5000 mAh plus eSIMlargacha imekadan o'tgan narxlari esa 535 dollardan. Ketidan men sizlarga 200 megapiksel kamera, Snapdragon 8 Gen 3 prosessorga ega bo'lgan S24 Ultra smartfonlarimizni 680 dollardan super chegirmada taklif qilaman. Tanlovlarga qarab inshaalloh bemalol zakaz beraverasizlar. Ketidan esa eng xatovli bo'lgan natural ranglisi i korobkalari bilan O'zbekistonda ishlamagan plus eSIMlargacha o'tgan a'lo holatdagi natural ranglisi korobkasi borligini hisobiga 700 dollar qilib beramiz. Xo'p. Bu svejiy tovar, bu ham svejiy tovar. Mana ketidan iPhone 15 Pro da hali simlar ishlamagan ideal holatdagi iPhone 15 Pro 87/128 700 dollarga. Xo'p. Redmi Note 13 Pro Plus 5G full box o'zini 120 wattli adapter pitaniyalari bilan ideal holatda 8 ga 256. Bunaqasi hali ham bo'lmaydi. Bir emas, naq ikkita hurmatli obunachilar. Kameralari 200 megapiksel, oldi orqalari qayrilgan edge ekran bo'ladi bilasizlar, Samsunglarga o'xshagan. Bu smartfonlarni men sizlarga ikkalasini ham 240 dollardan taklif qilaman. O'zi 120 wattli adapter pitaniyasi ham 30-40 dollar turardi. 20-25 minut uzoq 30 minutda 100% qilib to'ldirib beradi. Endi juda ham bahaybat bo'lsa ham, batareykasi kuchli bo'lsin deganlar uchun Samsung S21 Plus 5G smartfonlari 4800 mAh akkumulyator, operatikasi 8, xotirasi 256, Exynos 2100 prosessori bilan jihozlangan. Narxi esa hurmatli obunachilar 250 dollardan. O'zlariga mos bo'lgan, o'zlariga yoqqan ranglisidan xudo xolasa kasb bersa, smartfonlar 100% imekalari afsanli o'tgan holatda yetkazib beriladi. iPhone 12 128 super chegirmada 270 dollarga 85 batareykali. iPhone 12 64 91 batareyka zo'r holatda narxi super chegirmada. Buni narxda aniq topolmaysizlar 250 dollarga. iPhone 11 da narxidan arzon narxga. A56 5G smartfonimiz. Vietnam rasman bir yil servis garantiyalari bor. 128 tiniq holatda 289 dollarga. Yangisi 355 dollar turadi. Xo'p, kontaktli smartfonlardan so'raganlar uchun S22 5G smartfonimiz. Qaranglar, yaltirab turibdi. Prosessorlari Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, xotirasi 200, operatikasi 8, xotirasi esa 256, narxi esa 275 dollardan. Qaranglar, smartfonlar juda ham a'lo darajada. Qo'limda Z Flip 5 smartfoni Snapdragon 8 Gen 2 hamda Z Flip 4 Snapdragon 8 Gen 1 prosessor. Plus eSIMlargacha o'tgan, imekalari 100%, batareykalari 3700 mAh akkumulyatordan jihozlangan ikkalasini ham. Narxi esa hurmatli obunachilar 255 hamda 345 dollarni tashkil qiladi. Smartfon sizga qaysi biri yoqsa, xudo xolasa bemalol zakaz berib xarid qilaverasizlar. Qo'lda ham zo'r o'rnashadi. Xo'p, Snapdragon 865 prosessor, operatikasi 12, xotiralari esa 256, batareykasi 4500 mAh akkumulyator bilan jihozlangan Samsung S20 Plus 5G smartfonlarimiz super chegirmada foydalanib qo'yinglar. 3 xil narx ranglisi 222 dollarni tashkil qiladi. Xudo xolasa o'zlariga yoqqan ranglisidan bemalol zakaz beraverasizlar. Video sizlarga yoqdi degan umiddamiz, hurmatli obunachilar. Murojaat savollaringiz bo'lsa, pastki nomerlarimizga murojaat qilinglar. O'zim har bittalarning qo'ng'iroqlariga javob berishga harakat qilaman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.